Milliy sertifikat imtihonining birinchi kunida shu savol shogirdlarimizga tushibdi. Kelib buni oson yechimini ko'rib chiqamiz. Agar sizga ham ertaga shu savol tushib qolsa, tezda javob tanlash uchun kerak bo'ladi. Xo'p, bizdan so'ralyapti, ochiq savol ekan, to'rtburchak berilyapti-da, yuzalar berilyapti. A variantda bo'yalgan, shtrixlangan soha yuz so'rayapti, B variantda shu to'rtburchak yuz so'rayapti. Demak, shtrixlangan soha yuzini topishligimiz uchun biz mana bu yerdan chiziq tortamiz. Chiziq tortsak, trapetsiya, ikkita trapetsiya paydo bo'ldi. Mana bu yuzani S1 desak, mana bu yuza ham S1 bo'ladi. Mana bu yuzani S2 desak, bu yuza ham S2 bo'ladi. Bizga S1 plus S2 kerak. Xo'sh, S1 ni qanday topamiz? S1 topish uchun mana bu 8 ga 32 ni ko'paytirib ildizdan chiqarsak, 8 ga 32 ni ko'paytirib ildizdan chiqarsak, S1 yuzasi chiqadi. Xo'sh, bu 4 kara 2, 4 dan 2 ildiz chiqadi. 2 kara 32 64, 8 chiqadi. 16. S2 ni topish uchun 27 ga 3 ni ko'paytirib ildizdan chiqaramiz. 27 ga 3 ni ko'paytirib ildizdan chiqaramiz. 81 bo'ladi. Javob 9. Demak, bo'yalgan soha yuzi Sx imiz S1 plus S2 edi. S1 imiz 16, S2 imiz 9. Natija 25. A variantga javob topildi. B variant. B variantda to'rtburchakning yuzi so'ralyapti. Demak, to'rtburchak yuzi 32 ga 8 ni qo'shsak 40. 27 ga 3 ni qo'shsak 30. Bo'yalgan soha yuzi 25 ga teng chiqdi. S1 S2 ham 25. 2 25 50. Javob 70 50 120. Milliy sertifikat imtihonida tushayotgan savollar tahlilini bizning kanalimizda ko'rib boring. Kanalimizga obuna bo'ling.